Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Bugun sizlar bilan ashir rasmdagi matutni yig'ib ko'ramiz. Yaxshi narsa ekan mana. Bizga kerak bo'lar ekan. Mana narsalar. Mana shu shakliga keltirib olamiz. Ikkita narsasini ulab chiqarganmiz. Tepaga qo'yib ulab chiqaramiz. Bundan ikkita kirgizib chiqaramiz. Bu yog'iga endi maxsus uskunamiz yordamga keladi. Bo'ldi. Endi uzun turbalarni ulab chiqaramiz. Qo'shimcha turbachalik narsasini bir-biriga parallel ravishda qo'yamiz. Mana ikkitalik turbachasini hop parallel ravishda qo'ydik. Mana ko'pik himoyagichlarni chiqaramiz. Shunaqa xotinlar ekan. Himoyagichlarni ham qo'yib qiyinlashib ketadi. Hop. Masih to'g'rilab, buni burab qo'yinglar. Shunday. Buni chiqib qotib qo'yish uchun. Hop. Deyarli yig'ib oldik. Biroq chekida arqon yuksa, biroq chekida boks bilan ishlansa ham bo'ladi. Ichiga cho'g'in joy astidan soqqusiga yoki paxta-maxtadan ko'rpachani quladan soqqusiga bo'ladi. Endi bizda lavanda yostiqlari bor. Shu lavanda yostiqni cho'g'in joy variantini ichiga solib lavanda sifatida ko'rsamiz lavanda yostiqlarni. Uyga yostiqlar. Cho'g'in joy yostiqni xolasida azaliga boksga qo'ysa, mana bo'ldi. Bokslar cho'g'lanib, charchasi arqon uchib, yana ham charchasi sakrab, bemalol uni vaqtini maroqli o'tkazish uchun yana ichidan qo'shimcha o'yinchoqlarni chiqarmasini, o'yinchoqlarni. Bunda uni basketbol bilan shug'ullansa ham bo'ladi. Bu burchaga qo'yib qo'yiladi. Basketbol. Hamma o'yinchoq nimasi o'yinlari shuning ichida ekan, universal ekan, gap yo'q, yaxshi narsa ekan. Bemalol nasos sifatida mana bu nimasini ishlatsa bo'ladi. Hop, ishlatib ko'rsating. Shunaqasi. Eshak ekan. Keyin shu mana shuni atiga do'pni bo'lsa, shu mashinaga ulab. Shu o'ynasa bo'ladi. Qopto'chalar bor. Bolalarni qiziqtirish uchun ichida o'ynab, nima qilsa bo'ladi. Mana buni xatga bo'lsa kerak. Xatlarga to'qaman. Oyoq ekan. Garchi teg qismida oyoqlariga tiqinlarni tubasiga yoqib silchib ketmasligi uchun kafil tagiga shu kafil ustiga qo'ymoqchi bo'lsanglar yopishadi, qo'yib ketib vakuum qilib cho'q qoladi. Bu yiqilib ketmasligini ta'minlayveradi.
yaxshi narsa, maslahat beraman shularni. Yaxshi narsa ekan, o'zimga ham yoqdi. Boks bilan shug'ullansa bo'ladi, basketbolga qiziqishli bo'lsa bo'ladi yoshlarni. Jam bo'lar ekan, mana shu sport turiga ham moliyaviy qiziqtirsak bo'ladi. Yaxshi narsa ekan. Mana do'stlar, 4-chi o'yinchog'imizni uladik. Hop, unda moliyaviy osilib akrobatika yo'nalishiga ham qiziqib, ushbu video yoqqan bo'lsa like bosinglar, yosh bolasi bor tanishinglarga shu videoni jo'natib qo'yinglar.